Anushka Sharmani Bollivuddagi boshqa aktrisalar kabi unchalik glamurli yoki juda chiroyli deb hisoblashmaydi. Lekin u juda do'stona va sportchi qiz. U harbiy ofitserning qizi. Mashhur kriketchi Virat Kohlining rafiqasi. U yoqimli, sodda va muloyim aktrisa bo'lib, tomoshabinlar uni aynan soddaligi uchun yaxshi ko'rishadi. Anushka Sharma 1988-yili 1 may kuni polkovnik Ajay Kumar Sharmaning oilasida tug'ilgan. Bu esa uning bolaligi o'rta sinf qizlari uchun odatda mavjud bo'lmagan imkoniyatlarga boy bo'lganini anglatadi. Hindistondagi harbiylar uchun ajratilgan uy-joylar oddiy turar joylardan yaxshiroq, harbiy maktablar esa juda sifatli. Hindistonning qolgan qismiga nisbatan zamonaviyroq hisoblanadi. Eng avvalo ko'zga tashlanadigan narsa Anushkaning model bo'lishini tanlaganidir. Ko'plab aktrisalardan eshitadigan odatiy hikoya shunday bo'ladi. Madhuri Dixitdan tortib Kriti Senollargacha ular yaxshi qiz bo'lishgan, kollejga kirishgan, keyin ularga model bo'lib ishlash taklif qilingan va shou biznesga go'yoki tasodifan kirib qolishgan, lekin Anushka bunday emas. U kollejni tashlab yolg'iz o'zi Bombayga ko'chib ketdi, model agentligi bilan shartnoma tuzdi va yanada ko'proq e'tiborga tushish uchun o'z uslubini o'zgartirishga rozi bo'ldi. Bularning barchasini u atigi 18 yoshida amalga oshirdi. U o'z oldiga aktrisa bo'lish maqsadini qo'ygan edi. Shuning uchun yuzini ko'rsatish va pul topish uchun model sifatida faol ishladi. Keyin aktyorlik mahorati maktabiga o'qishga kirdi va kastinglardan o'ta boshladi. Unga Yash Raj film studiyasining romantik melodramasi uchun kinoprobadan o'tish taklif qilindi va u yerda uni Shohruxxon bilan juftlik sifatida ko'rishmoqchi edi. Qiz bu imkoniyatni mahkam tutdi. Anushka Sharma hayratlanarli darajada kuchli va o'ziga ishongan inson. U o'zi haqida shunday deydi: "Men armiyada ulg'aygan sho'x qizman. 18 yoshdayoq u hayotini oldindan rejalashtirib qo'ygan va o'z maqsadiga erishgan." Anushka Sharma bizga shuni isbotlaydi: agar insonda maqsad, jasorat va intizom bo'lsa, u albatta orzusiga yetadi. U glamur ortidan quvmadi, balki o'z soddaligi va kuchli xarakteri bilan mashhurlikka erishdi. Sizchi, Anushka haqida nimalarni bilasiz?